Kanada Baş ministri Justin Trudeau Xitoyning majburlash siyosatini, Sharq Turkiston va Hong Kongdagi bostirishlarni tanqid qildi. Justin Trudeau Kanada va Xitoy diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yillik munosabati bilan o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kong siyosatini tanqid qilib, Xitoyning xohlagancha qo'lga olish va kishilik huquqi daxli taruz qilish qilmishini va Xitoyning qurilish yo'lida mangmaganligini, Kanadaning ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib Xitoyning majburlash diplomasiyaning va boshqa davlat fuqarolarini xohlagancha qo'lga olish qilmishiga qarshi turadiganligini bildirdi. Navbatdagi Xitoy-Kanada munosabatining diplomatik munosabat o'rnatgan vaqt bilan o'xshamaydiganligi haqida so'ralganda, Justin Trudeau Xitoy qo'llangan aloqador ahvollarning Xitoy-Kanada munosabatida jiddiylik paydo qilganligini ko'rsatib, Xitoyning dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lish sifati bilan Kanadani o'z ichiga olgan davlatlarga ta'sir ko'rsatadiganligini, ammo Kanadaning kishilik huquq masalasida hargiz murosasa qilmaydiganligini aytgan. Kanada tashqi ishlar ministri Champagne so'z qilib, Xitoyga qarata tashqi siyosatni tayyorlayotganligini, bu yil oxirida e'lon qilganligini bildirdi. U Kanadaning ko'p taraflama hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyning xalqarodagi majburiyatini ado qilishiga chaqiriq qilib, Xitoyning majburlash diplomatiyasining Kanadani Xitoy siyosatini qayta tekshirishga majbur qilganligini, ko'p taraflama hamkorlikni kuchaytirganligini ta'kidladi. Amerikaning Ironga qaratgan embargosiga xiloflik qilish bilan ayblangan Huawei shirkatining moliya amaldori Meng Wanzhou 2018 yil dekabrda Kanadada qo'lga olingan. Orqadan Xitoy 2 nafar kanadalik savdogarni josuslik bilan ayblab qo'lga olgan va qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuning bilan birga Kanada fuqaroligidagi Uyg'ur faoliyatchi Husayn Jalil uzun yillardan buyon Xitoy turmusida yetayotgan bo'lib, Kanada doiralari ko'p qatam uning qo'yib berish kerakligini o'tirib qo'ygan.